Sizga xayrli kech, hammalaringizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyibona yana men do'stlar. Balansimiz 44.650 rubl. O'ynayman men, mana va kasofatda alamim bor meni. Tak, boshlanishiga 350 rubldan boshlaymiz. Alamimni olmasam hech ham bo'lmaydi. Iloji yo'q. Yana bilmadim, bu o'lgur meni. Yana alamda qoldirib yubormasam. O'ynayotgan proyektim 8 stars. Registratsiyadan o'tish uchun silkani kommentariyada qoldiraman. Shuningdek, registratsiyadan o'tayotgan vaqtinglarda Akula 8 promokodlari bilan kirib 100% bonuslarga ega bo'la olishlaring mumkin. Klublar aro jahon chempionatiga free bet hamda rozыгрышlar boshlanyapti Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizning manzili ham kommentariyada закрепленный nimada qoldiriladi. Bemalol Telegram kanallarimizga ulanib olishlaring mumkin. 700 rubldan qani 350 rubldan baribir katta stavkada o'ynab o'rganib qolgan, katta stavkaga yugurib ketyapti qo'li ulguram. X15 juda ham yaxshi. X4 orqasidan yana chiqishing kerak edi. Davaqaychilar yo'q. Davay qachondan beri bu scratch kart meni aylanib ketdi. X16 juda ham chiroyli zanos. Yana ozgina ko'taramiz. X8lar orqasidan. Aylanib ketdi, o'rgilib ketdi, sassiq. Davay alamimni olishim kerak sendan ber. Bugun normal 150 ming qilib chiqib ketsam zo'r bo'lar edi. Tak, yo'q, yana X2. Davay qaychilar. Yo'q, chiqmadi. Do'stlar, rozыгрышda qatnashish uchun bemalol Telegram kanallarga ulanib olinglar. Rozыгрышlar, fribetlar boshlanadi. Bilasizlar, fribet faqat ID raqam orqali tushiriladi. Shuning uchun 8 stars hamda debet proyektlarida olib boraman. Bemalol просто registratsiyaga o'tib olsalaring bo'ldi. U pul qo'yib o'ynashlaring shart emas. Rozыгрышda men qanaqa shart beraman? Masalan, bugun Real Madrid bilan yana birorta klub o'ynayaptimi? Shularni aniq hisobiga, точный shot, shunaqa narsalarga rozыгрыш o'ynaymiz do'stlar. Shuning uchun bemalol ro'yxatni Telegram kanalimizga o'tib, debet bilan 8 dan proyektidan ro'yxatdan o'tib, rozыгрышlarimizda qatnashishlaring mumkin. Pul qo'yib o'ynash hech kim shart emas. Tak, yo'q, yana tushdimi? Xo'p, qani 1400 dan. Yo'q, chiqishing kerak edi. Yana davay chiq. Yo'q, chiqmadi. X8lar juda ham yaxshi. Bugun alamimni olmasam bo'lmaydi. Beradigan kuning ham bor ekan-ku. Hariyami? Qachondan beri ezib tashlading, faqat yutkizib X6 juda ham yaxshi. Durbin anaqa karabliklaring yo'qmi? Shunaqa koeffitsiyentlaring bor edi, adashmasam. Tak, ya. Hozircha menimcha 2 barobarga ko'tardik. Yomon emas, lekin hali beri to'xtash niyatim yo'q. Qani, scratch kart yaxshi koeffitsiyentlardan och. Bitta karablik ber endi. Lekin shunda ham men alamimni olgan bo'lmayman. Shunda ham baribir men tinib tinchimayman, chunki meni juda ham ko'p minusga tiqdi yaqindan beri bu scratch kart. Men bilmayman, menga juda ham chiroyli aylanib ketdi. Men bilmayman, menga juda ham yoqadi shu scratch kart. Mana shu o'ynagani kirdim. Даже birorda shunaqangi sharoitlar bo'lib qoladi. 1000 rubl, 500 rubl bilan ham kirib o'ynaydigan kunlarim bo'lib qoladi, to'g'risi. Вообще yutkizib minusda qolib ketgan kunlarim. O'shunda ham barabaraligi bo'lmasam bor, boshqa provayderlar bor. 6 rubldan, 12 rubldan qilib sekin endorfinlar nimalarda ko'tarsiz bo'ladi, lekin mana shu ulgurga kirib ketaveramanda. 10 rubldan, 20 rubldan qilib maydalab o'ynab o'tirib bo'lsam, birorta omadim kelib ketsa ko'tarib ham boraman. Birorta ko'targan joyimda yeb ham chiqib ketaman. Bu nimadan iborat bu? Ochko'zliklarni 1400 dan yana qani, men hali beri nafsim to'ygani yo'q. Xullas, qarochi, sen hozir menga berishing kerak. Men bilmayman, hozir sendan yaxshi zanosni olib chiqib ketishim kerak, tak ya.
Davay hozir 60 mingga qoniqmayman. Davay yana ozgina 150 mingni yo'q. Shundagina 1% minusimni qoplagan bo'lasan. Ay balat kirablik haromi chiqsa bo'lar edi-ku iflos. Ro'parasi x10 juda ham yaxshi. Menimcha sizlar ham shunaqa o'ynasalaring kerak. Men anchadan beri yoki o'ynashni unutib qo'ydim yoki o'ta azartga berilib qoldim. Azartga berilgan odamgina shunaqa minusga kirib ketishi mumkin. Hozir juda ham katta minusga kirdim, rost aytishim shart emas. Lekin nasib hal chiqarib olaman men. Bunda qoldirmayman. Juda chiroyli. Lekin buni manaqa beradigan kunini kutish uchun har kuni o'ynash kerak. Har kuni o'ynash uchun pul qayda ekan? Taki yo'q yana ishdimi? Juda ham chiroyli. O'rgilib ketayina. Davay 150 ming qilib ber to'xtayman. 150 ming qilaylik, 150 ming. Yo'q yana ishdimi? Hozir mana shu 1402 barobarga ko'tarib olgim kelyapti-yu, lekin qaranglar-da hozirda. Yani nafs ochlik qilaman-da, yana tushib ketaman. Xullas 1400 mi 2800 onasini yensin. Mana-da ochko'zlik boshlandi-da, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi haromi xarakterim bor-da. Keyin yana o'tiraveraman. Tfulab. Achishgan joyga tuz ham sepa olmaysiz, boshqa ham qila olmaysiz. Onasini yensin. Ber davay. 2800 dan iltimos, scratch card sharmanda qilma. Bitta chiroyli zanos ber, shunday chotki zanos ber. 220 bersang yetadi. Davay. Chiqmadi, svoloch. Tak, x8 oz, lekin oz. Bitta x15 chiqsa ham yetar edi menga. Shunday chiqib ketar edim. Davay qaychilar bu, ay chort. Shuni shunday ro'parasiga qo'yib qo'ysang o'larmiding-a? Qiyshiq. Yo'q ishdimi? Yakrlar ham. Iltimos. Yurak вообще shuvlayapti to'g'risi. Hozir bunaqa o'ynayapman, yurak shuv qilib turibdi. Iltimos chiroyli zanos ber, chiqib ketaman nafik. Taki yo'q yana. Ay, buning chotga ko'targanda xullas yo'q, davay riskovat qilmayman-da, 1400 dan bosib turay. O'zi normalniy chiroyli ko'tardim hozir. Turbalarni ko'ringlar, turbalarni ko'zlarda quvontirdi. Iltimos endi bitta chiroyli chiqib bering. Yo'q yana ishdimi? Hozir shu holatiga bitta x20 chiqib var. Yo'q. Bitta x20 chiqsang shunday x6lar chiqib ketaveraman. Voy ayna. Davay iltimos. Naqring senga iltimos qilaman qanjiq. Taki yo'q yana ishdimi? x8 juda yaxshi. Shu monetani ham qo'yib qo'ysang bo'larmiding? Tak. Yo'q bo'lsa yo'q. 1600 dan. Yaqinlaringga o'rays yana biling normalniy bitta sandiq qo'ysang. Voy mana pidarazni ko'ringlarda, endi bu nima qiliq-a? Bu nima qiliq? Onayni seni. Pidar, shunday chiqib bermaysanmi-ya? Chiq. Yo'q, menimcha durbinlar yaqinlashyapti. Yo'q. O'zi tushib ketdim o'zi. Ay, buning mana ko'ryapsizlarmi? Ochko'zlikda, bu chi prosta ochko'zlik. Tak, 900. Shu chiroyli ko'targan joyda nafsingga seni jumani yozdi. Bemaza gapi. Короче, yo'q. X4. Qo'llar. X15 juda ham yaxshi. Lekin stavkani tushirmayman, davay. Karablik chiq. Yo'q. Chiq. X8 juda ham yaxshi. Nimalar bo'lyapti bugun bu? Scratch cardga haromi boshqa payt o'ynamaydi shunaqa-ya. O'lib dagon qilib bosib yotaversan ham o'ynamaydi. Davay bitta karablikmi? X6 juda ham chiroyli. Juda ham vaqtida kirib qoldimmi deyman-da. To'g'risini aytsam,
2-3 kundan beri o'ynayman deyotgandim, lekin o'ynamayotgandim. Stavkaga yotib olgan edim. Stavka ham kecha ishonasizlar bitta qo'ymasdan 6 ta stavka qo'ygan bo'lsam, hammasi minus bo'lib turibdi-yu, bitta plus. Hayotda bunaqasi bo'lgan emas menda. Hech bo'lmasa 10 ta stavkamdan 2 tasi minus bo'lsa ham, qolgan hammasi plus bo'lardi. Kecha shokda qoldim. Oy, bilin. Tasha, och. Korablik, iltimos, bitta korablik, durbin. Tak, X12, X8, bunaqasi bo'lmagan. Ishoninglar, bunaqasi bo'lmagan. X8 yana orqasidan. Davay turba. Yo'q. Tak, hozir men nech pul o'ynayapman? Tak, 900 dan ekan. Hozir 1800 ga ko'tarib ko'raman. Bu yog'ini risk qilamiz, bolalar. Oy, davay 15 chiqmadi, chiqarmikin degan edim. Yo'q yana. Haromi bitta qaychi qo'ysang yo'larmidim, piddaras atiq qilyaptimi, buni qaranglar-da. Voy, biling, korabliklarni ko'ringlar-da. Ko'zimni shunaqa shamg'alat qilib o'ynatyapti bu haromi. Yana mana 1800 dan tushib ketyapti, demak 900 dan. Qani? Qaychi chiq. Voy, mana bekor stavkani ko'tardim, bekordan bekor tushib ketdi. Endi turbinga ham bitta chiqsang yo'larmiding? Ishtima yo'q. Yana ishtima yo'q. Ha, haromiya. Uncha alamni olganim yo'q-da. Normalniy zanos chiqqan. Voy, biling, mana ular atiq qilyaptimi? Qaychini qaranglar, Qaychilarni qaranglar, har xil joyda. Hozir chiqadi, qaychi qarab turinglar-da. Yo'q. Tak, 990. Yakringga uray bilan. Tak, yana 215. Juda ham chiroyli. Voy, haromi, qaychi chiqsang o'lasanmi? Kasafati X6. Yana 215 chiqsang ham bo'laveradi. Yo'q, ishtimi? Yana ishtimi yo'q. Davay, iltimos. Korablikmi, X pushkalar ham bo'laveradi. Nemger. Xullas, qo'l barmog'im archildiki, bu harom archilmayapti. X4lar. Bitta durbin chiqib yorgan yoki korablik ham bo'laveradi, qachondan beri ushlaganim yo'q. Vijdoningga uray. Vijdon bundan nima qiladi, bolalar? Men bilmayman. Bitta yaxshi sanosimdan chiqib ketaman. Zerikib ketdim, to'g'risi. Bunaqa uzoq o'ynagan emasman. 1,5 million qani. Svolich ekansan. Haqiqiy iplos qiz ekansan. Zo'r ko'targan joyingda tushib ketayotganingni qarang. O'zi qanchaga tushib ketding-a? Yakirlar yana. Shu bitta durbin chiqsa-yu, ko'ynim o'rniga tushib yo'qolardim. Yana sandiqlar. Monetani qo'ymaganini. Chiqqan, bitta hamda normalniy zanos chiqqan. Voy, haromi, durbinni qo'ymaganini.
necha stavkadan urishi mumkin hozir bu chiqish uchun men tushunmayapman. Yo'q, yana ishdimi yo'q. Zo'r ko'targandim ha. Voy harom, izdivasa qilyapsanmi? Buni ko'ringlar-da, nima qiliq bu? Chiqqan bitta yaxshi zanos. Ikkisiga pushkinga uray. Voy baling, buni qaranglar. Voy o'layin, atiy qilyaptimi? Tushib ketdim вообще bolalar. Nafsingga kuydirgich chiqsin seni. Ol, yetim. Nafsingga kuydirgich chiqsin. Haroma. Pis qildim. Biraz zo'r ko'tarilgan joyda qaranglar, voy bani. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha hammanglarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman. Olinglar, oldirmanglar, tayyorda qoldirmanglar. Menga o'xshab yibanlarcha o'ynamanglar mana qilib. Tayyor ko'targan puldiginasini qilib. Hammanglar Telegram kanalida kutaman. Rozigrish hamda fribetlarda qatnashishlikka ulgurib qolinglar.